Zamonaviy romlarda qishki va yozgi rejim mavjud. Yozgi rejimda rom tabaqasi yopilganda ma'lum bir bo'shliq qoladi va shuning evaziga tashqaridan kelayotgan havo uyning ichkarisiga o'tadi. Qishki rejimda esa romlar zich yopilgani hisobiga tashqaridagi sovuq oqim uyga o'tmaydi. Bugun biz sizlar bilan qanday qilib yozgi rejimdan qishki rejimga o'tishni birgalikda ko'rib chiqamiz. Rom mexanizmlarida maxsus detal bo'lib, bu detalga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bitta chiziqchasi bor. Mana shu chiziqcha agar yuqori tomonga qarab turgan bo'lsa, bu neytral pozitsiyada turganligini ko'rsatadi. Agar bu chiziqcha ko'cha tomonga qarasa, bu yozgi rejim. Agar chiziqcha uy tomonga qaratilsa, bu qishki rejimga o'tganligidan darak beradi. Biz hozir mana shu detallarni uy tomonga qaratib qo'yamiz, chunki biz qishki rejimga o'tmoqchimiz. Bitta mexanizmda hozir bu mexanizmimizda 4 ta mana shunday detal mavjud. Ikkitasi yon tomonda. Agar e'tibor bergan bo'lsanglar, biz qishki rejimga o'tkazganimizda mexanizm ichkari tomonga yurdi. Ya'ni romning zichligi bir oz qisildi. Yana ikkita detal, demak, mana bu tomonda. Demak, rom ichkarisidagi shu ikkita detalni ham biz uy tomonga qaratib olamiz. Barcha maxsus detallarni biz qishki rejimga o'tkazdik. Ana endi rom tabaqasini yopamiz. Shu o'rinda bir narsani alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Mexanizm qishki rejimga o'tganda rom tabaqasi yopilayotgan vaqtda ancha qiyinroq yopiladi. Yozgi rejimda esa rom tabaqasi ancha yengil va oson yopiladi. Akfa, samaradorlik biz bilan.